Bu video обращением Qozog'istonga bo'ladi. Qozog'istondagi ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi haypajor blogerlarga bo'ladi. 10-15 talab shunaqa bir blogerlarning videosini ko'rib qoldim. O'zbekiston Portugaliyaga yutkazadi. O'zbekistonga past baho berib, milliy terma jamoamizga ba'zi birlari haqoratlab, ba'zi birlari so'kinganini ham ko'rdim. Biza Qozog'istonni qandaydir yutug'i bo'lsa, qo'shilib suyungan bo'lishimiz mumkin, xursand bo'lgan bo'lishimiz mumkin, lekin kuyunib ichimizdan g'arazli o'tmagan. Bundan 5-6 oy oldin Qozog'iston Alimatani qanaqadir komandasi shaxsan o'zimdan kelib chiqib gapiraman, Real Madrid bilan o'ynadi. Real Madrid futbol komandasini yuta olmasligini bilsam, men Qozog'istonga baletchilik qilib o'sha futbol komandani qo'llab-quvvatlaganman. Bizani, O'zbekistonni, milliy terma jamoamizni qo'llashda o'rniga hammasi ham emas, yaxshi bovurlarim, yaxshi Qozog'istondan bizni yutuqlarimizga, bizni jahon chempionatimizda ishtirok etayotganimizdan xursand bo'lgan bovurlarim ham bor. Lekin 10-15 ta qozog'istonlik blogerlarni ba'zi birlari terma jamoamizni haqoratlaganlarigacha ko'rdim. Unday bo'lmanglar, az qadrdonlar. Men ham achchiq gapirsam bo'ladi. Avval o'zlaring chiqib olinglar, jahon chempionatiga desam bo'ladi. Yo'q. Biza Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, butun Afg'oniston, O'rta Osiyo mana shunday joyda nima bo'lishidan qat'iy nazar O'zbekistonni O'rta Osiyodan chiqdimi? Sredniy Aziyadan O'zbekiston chiqdimi? Qo'ldan kelgancha paddashga berishimiz kerak. Muxlis 12-futbolist. Biza 12-kuch bo'lib harakat qilishimiz kerak. O'ylab gapiringlar. O'zbekiston milliy terma jamoasi bugun yutadi inshaalloh. Gapirganlar ham ming tiling qisiq bo'lib qoladi.